O'zingizni va farzandingizni tanishtiring. Mani ismim Erkin Abdulahatov. Katta tanaffus xususiy maktab 2A sinf o'quvchisi. Ikromov Demirov dadasiman. Nega aynan katta tanaffus maktabini tanladingiz? Biz mana shu katta tanaffusga juda ham yaqin joyda yashaymiz va qurilishidan oldin 2 yil oldin biz mana shu joyda o'zi nima qurilyapti degan bir savol qiziqib ko'rsak, xususiy maktab ekan. Endi Toshkent bu juda ham bir katta shahar va bunaqangi lokatsiyada umuman xususiy maktablar hammasini joylashishini e'tibor bersangiz boshqa kichkina maydonni egallagan. Endi standartlar bo'yicha o'quvchi uchun juda ham bir o'zini yetarli metr kvadrat maydon bo'lishi kerak va o'ylaganmizki, xususiy maktab nuqtai nazaridan mana shu maktabda bolalar uchun erkinlik bo'lgan va biz ikkilanmasdan shu katta tanaffusni tanlaganmiz va katta tanaffus endi bu kichik filiali boshqa joyda edi. Biz o'qiganimizda bolamizni endi qidirganmiz, o'zi katta tanaffus tarixi qanaqa ko'rsak, asosan o'sha o'quv markazlariga ega bo'lgan katta bir tashkilot hisoblangan va u yerdagi yetishtirilayotgan bolalar o'ylaganmizki, baribir katta tanaffusni direktori bitta bo'ladi va uni dunyoqarashi bilan menimcha o'ylaymizki, bizning farzandimiz kelajakda bir istiqbolli yo'lda ketadi deb o'ylaganmiz. Maktabimizni sizga ma'qul kelgan 3 ta afzalligini ayta olasizmi? Birinchisini aytib o'tdim, ya'ni uyimiz juda ham yaqin, lokatsiyasi, joylashuvi. Bu juda ham muhim hisoblanadi hozirgi davrda. Ko'ryapmiz, vaqt juda ham tez o'tib ketib qolyapti. Ikkinchisi, bu endi yuqorida aytib o'tganimizdek, bolamiz uchun qulaylik darajasida yaxshi. Sport zallar juda ham keng. Ancha-muncha xususiy maktabda bunaqangi sport zallar yo'q va hovlisi, shu bilan birgalikda yashil hududlar, o'zi yashil nimaning ichida joylashgan, daraxt, katta-katta daraxt. Va uchinchi yaxshi tomoni bu o'qitish bilan birgalikda ovqatlanish. Chunki yaxshi ovqat baribir yaxshi fikrlashni kafolatlaydi. Yil davomida farzandingizda qanday katta o'zgarishlar sezdingiz? O'zgarish o'zimni yoshligimga endi solishtiradigan bo'lsak, endi baribir davr zamon hozir yoshlar boshqacha fikrlaydi, xohlaymizmi yo'qmi? Avlodda shunaqangi nimalar bor, hozir fikrlash. Va mani yoshligimdan ko'ra tanqidiy fikrlashlari ko'proq. Ya'ni bir masalani mohiyatini shunchaki klassik usulda tushuntirib berishga harakat qilmaydi. Unga doimo nima uchun, nima sababdan degan savol bilan murojaat qilib, shunaqangi bir fikrlashi yaxshi bo'lgani uchun menimcha eng yaxshi, ya'ni o'zini qo'shnilardagi o'zini tengdoshlariga nisbatan shunaqangi xususiyatni o'zini tengdoshlari ham tasdiqlaydi. Shu xususiyati juda ham yuqori. Aynan mana shu maktabda o'qib. Maktabga birinchi kelishingiz qanday bo'lgan? Birinchi kelganingizni eslay olasizmi? Albatta, biz endi xususiy bog'chada o'qiganmiz o'g'limiz va xususiy maktab o'sha kichkina nimada olib borganimizda Farhod bozorining to'g'risidagi filialiga juda ham yaxshi kutib olingan, chunki u o'zi birinchi etaj, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlari nima edi? O'quv markazlari. Adashmasam ikkinchi qavatda faqatgina o'qish uchun 2ta, 3ta sinfga ajratilgan. Juda yaxshi kutib olishgan. Multfilm qahramonlarini chaqirtirib, biz bolamizni o'rtaga chaqirib, atmosfera shunaqangi bo'lganki, 2-3 sinf bolalari yaxshi bir kayfiyatda, bir chiroyli o'yin kulgular bilan kutib olishgan biz yo'qimizni. Shunaqangi bir joyi bor edi. Esda qolarli. Katta tanaffus boshqa maktablardan nimasi bilan ajrab turadi? Endi boshqa maktablar bilan solishtirish imkoniyati yo'q, chunki biz bolamizni faqat shu joyda o'stiryapmiz va ko'pchilikdan eshitishimiz bo'yicha yuqorida javob berib o'tib ketdim. Maydon katta, hovli katta, yashil hudud va sport zal va shu bilan birgalikda o'ylaymanki, ovqatlanish nimasi juda ham, ya'ni ratsion boshqacha. Shunaqa, chunki biz o'zimiz o'g'limiz bilan ovqatlanamiz va unda sezamizki, biz tayyorlayotgan ovqatdan-da ko'ra yaxshiroq bir ovqatlanish nimasi bor, ratsioni bor. Endi o'zimiz ovqatlanmaganmiz bu yerda, lekin uni gaplaridan, uni fikrlaridan shu xulosaga kelish mumkin. Katta tanaffusni boshqa ota-onalarga tavsiya qilasizmi? Albatta, hozirgi makonda, hozirgi zamonda deylik, mana shunaqangi ko'p tarmoqli, yoki ko'p komfort, nima deydi, qulaylikka ega bo'lgan o'qituvchilari va fanlari har xillik, masalan, shaxmat, arab tili, xitoy tili tanlov imkoniyatlari juda ham ko'p va bolada, o'quvchida bo'sh vaqti faqatgina ilm emas, o'yin kulgu vaqtini ham qanaqadir o'sha perspektivasi uchun yo'naltiriladigan mashg'ulotlar bor. Mana shu tashkil qilingan, shunaqangi tartiblangan. Shu uchun biz atrofdagilarga ham ko'pchilikka aytamiz, shu qo'shnilarga yoki mana shu atrofda kimni ko'rsak, katta tanaffus deymiz va o'ylaymizki, mana kichkinasi chiqib kelyapti, u ham mana shu katta tanaffusga kelib tahsil oladi.